Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'misiz, omonmisizlar? Bugun shu video sarlavhaga gap tushib bizlar Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman tibbiyot birlashmasi vakillari tomonidan bir videoni ko'rib bir o'zingiz baho beringlar. Shunda To'rtko'l tuman tibbiyot birlashmasi platniy bo'lib ketdimi shunda? Sanchishdan platniy bo'ldimi har bir doktorni shunda? 10 ming so'm sanchgani uchun 25 ming so'm kateter qo'ygani uchun bo'pti. Shu video davomida bir ko'rib o'tinglar, bir o'zingiz baho beringlar. Tibbiyot birlashmasi xodimlari shu ommaga ko'p vaqtdan beri yoritilib yurgani shuni bir nima deyman-da. Nami? Kateter qo'yish 25 mi? Ha? Oddiy kullancha bilasizmi? Oddiy kullanmaysan. Kateter 25. Kateter 25. Yirmi besh bilan qo'yasizmi kateterni? Va u gapni Nima kerak mi? Yo'q. Nafaqat shunday kerak edi. Bo'ldi ina. Sizlar oylik olib nafsini nettirding 25 ni yerdan chiqib. Yo sirtdan bilan gunda kelib sanishtirib bitmanman. Bo'ldi ina kateteringizni tashimanglar, ertaga so'rashamiz.